Hazreti İsa ulağı yana. Bilib qo'yinglar ki, bu yerda tuğanlarning ba'zilari Xudoning podshohligining kuch-qudrat bilan ayon bo'g'inni ko'miguncha o'lmaydi. Olti kundan keyin Hazreti İsa faqat Petrus, Yaqub va Yuhannanla elib egiz bir toqqa chiqdi. Bu yerda Hazreti İsa'ning qiyofati ularning ko'z oldida o'zgardi. Kiyimlari ko'zni shunchalik qamashtig'idek oppoq bo'lib ketdiki, dunyodagi har qanday oqatquchmi kirni unchalik oqartolmaydi. To'satdan shogirdlarga İlyas payg'ambar va Musa payg'ambarning Hazreti İsa bilan so'zlashayotganligi ko'rindi. Petrus Hazreti İsa'ga, "Ustozim, bu yerda bo'g'inimiz nima degan yaxshi? Biri sizga, biri Musa payg'ambarga, yana biri İlyas payg'ambarga deb bu yerga uch gapi yasayli" dedi. Petrus nima deyishni bilmay qolgan edi. Chunki shogirdlar nihoyat qo'rqishib ketgan edi. Shu asnoda bir parcha bulut paydo bo'lib, ularni qoplab oldi. Bulutdan Xudoning, "Bu mening suyimli o'g'lim, uning so'ziga quloq solinglar" degan ovoz keldi. Shogirdlar shu an atrofiga qarashdi. Lekin yanida Hazreti İsa'dan boshqa hech kim ko'rinmadi. Tog'dan tushib yetib, Hazreti İsa shogirdlarga inson o'g'li o'limdan tirildirilmaguncha ko'rganlarini hech kimga tinmaslikni buyurdi. Ular Hazreti İsa'ning so'zini ko'ngliga pukib, o'limdan tirilish deganning ma'nosining nima ekanligi to'g'risida o'zaro fikrlashdi. Shogirdlar Hazreti İsa'dan yana Tavrat ustozlari nima uchun İlyas payg'ambar qutquzuvchi Masih kelishidan avval qaytib kelishi kerak deyishdi deb so'rashdi. Hazreti İsa ularga mundoq dedi: "Albatta, İlyas payg'ambar cho'qim qutquzuvchi Masihdan avval kelib, hammani qilibig'i soldi. Undaqda muqaddas yozmalarda inson o'g'li ko'p azob oqibat chekdi va rad qilindi deb putilguniga qandoq qaraysizlar? Bilib qo'yinglarki, İlyas payg'ambar haqiqatan keldi va xuddi muqaddas yozmalarda u haqida yozilgandek kishilarning uningga qilmagan askiligi qolmadi." Ular boshqa shogirdlarning yeniga qaytib borganida nurg'un xaloyiqning ularning atrofiga olishib olganligini, birmuncha Tavrat ustozlarining ular bilan munozirlashayotganligini ko'rdi. Xaloyiq Hazreti İsa'ni ko'rib, intayin hayron bo'lishdi va yugurib kelib, uning bilan salomlashdi. Hazreti İsa shogirdlaridan, "Ular bilan nima to'g'riliq munozirlashyapsizlar?" deb so'radi. Ko'pchilikdan biraylan uningga, "Ustoz, men o'g'limni sizning oldingizga elib keldim. Chunki uningga jin chopishib elib, gap qila olmas qilib qo'ydi. Jin har qitim o'g'limga choplashsa, uni yerga yiqitib yetadi. Bolaning og'zidan ko'pik chiqib, tishlari kirishib ketadi. Butun a'zoyi ketib qoladi. Shogirdlaringizdan jinni haydab etishni so'rgan edim, biroq ularning qo'ldan kelmadi" dedi. "Ey e'tiqodsiz avlod, sizlar menga ishonguncha men sizlar bilan yana qanchalik birga bo'lishim kerak? Yana qachongacha bardoshlik beray?" dedi Hazreti İsa. "Bolani oldimga elib kelinglar." Ular bolani Hazreti İsa'ning oldiga elib keldi. Jin Hazreti İsa'ni ko'rish bilanla bolaning butun badanini tortishtirib etdi. Bola yiqilib, og'zidan ko'pik chiqib, yerda yumlashga boshladi. Hazreti İsa bolaning otasidan, uning beshiga bu kun kelganiga qanchalik vaqt bo'ldi deb so'radi. Kichigidan tortib shundoq, jin uni yo'qotish uchun ko'p qitim o'tqa va suvga tashildi. Qo'lingizdan kelsa, bizga shafoat qilib, holimizga yetkaysiz, dedi bolaning otasi. "Siz nemishqa qo'lingizdan kelsa deysiz? Ishonchi bor bo'lgan odamga hamma ish mumkin", dedi Hazreti İsa uningga. "Ishonchim bor, lekin ojiz. Ishonchimni kuchaytgaysiz", dedi bolaning otasi shu an. Hazreti İsa xaloyiqning yugurishib kelganligini ko'rib, jinni ayblab, "Ey odamlarni g'os va g'och qiladigan jin, buyruq qilamanki, bolaning tenidan chiq, ikkinchi kirguchi bo'lma", dedi. Shuning bilan jin bir faryod ko'tardi-da, bolaning badanini qattiq tortishtirib, uning tenidan chiqib ketdi.
Bala o'likdek jim bo'lib qoldi. Bu yediklarning ko'pchiligi bolani o'ldi deyishdi. Lekin Hazrati Ayso bolani qo'lini tutib turg'izganda bola o'rnidan turdi. Hazrati Ayso uyga kirib, shogirdlari bilan yolg'iz qolganda, ular uningdan biz nima uchun jinni hadiyanmidiq deb so'rashdi. Hazrati Ayso ularga bu xil jinni faqat duo bilanla haydigili bo'ladi deb javob berdi. Ular bu yerdan ayrilib, Galiliya o'lkasi orqali yurib ketdi. Hazrati Ayso o'zining qayerda ekanligini hech kimning bilishini xohlamadi. Chunki u shogirdlarga ta'lim berayotgan bo'lib, o'zi haqida inson o'g'li boshqalarning qo'liga topshirilib o'ldirildi. Lekin o'ldirilib 3 kundan keyin tirildi degan edi. Shogirdlar bu so'zlarni tushunmadi. Biroq Hazrati Aysodan so'rashdimu, betin oldi. Ular Kapernaum shahriga keldi. Uyga kirgandan keyin Hazrati Ayso shogirdlaridan yo'lda nima to'g'risida talash-tortish qilishdinglar deb so'radi. Ularning hech qaysisi zuvan surmadi. Chunki ular yo'lda kimning eng ulug' ekanligi to'g'risida talash-tortish qilishgan edi. Hazrati Ayso o'ltirib, 12 shogirdini yeniga chaqirib ularga kim oldinqisi bo'lishni xohlasa, eng oxirgisi va hammalarning xizmatkori bo'lsin dedi. Ondan u kichik bir bolni o'ttirda turg'izdi va uni quchog'iga elib turib, ularga mundaq dedi. Kim meni deb bundaq kichik bolni qabul qilsa, u meni qabul qilgan bo'ladi. Kim meni qabul qilsa, u menila emas, balki meni avatguchini qabul qilgan bo'ladi. Yuhanna Hazrati Aysoga, "Ustoz, sizning nomingiz bilan jinlarni haydayotgan birsini ko'rdik, lekin u bizga o'xshash, sizga agashmaganligi uchun uni to'sdik" dedi. "Uni to'smanglar" dedi Hazrati Ayso. "Chunki mening nomim bilan mo'jiz yaratgan kishi orqadilla mening ustimdan yomon gap qilmaydi. Bizga qarshi turmaganlar bizni qo'llaganlardir. Bilib qo'yinglarki, qutqizuvchi Masihga mansub bo'lganlar uchun sizlarga hatto birorchini suv bergan kishimi jazman mening inomimdan mahrum qolmaydi. Kim bana e'tiqod qilgan bunda kichiklarning birini gunohga ozdursa, shu odam uchun aytganda bo'yniga yo'g'on tugma tish isilgan holda dengizga cho'ktirilgini afzal. Agar qo'ling seni gunohga ozdursa, uni kesib tashla. Ikki qo'ling bu holda do'zaxga mangu o'chmas o'tga kirganingdan ko'ra, cho'loq holda mangulik hayotga erishganing afzal. Agar putung seni gunohga ozdursa, uni kesib tashla. Ikki putung bu holda do'zaxga tashlanganingdan ko'ra, to'ku holda mangulik hayotga erishganing afzal. Agar ko'zing seni gunohga ozdursa, uni o'yib tashla. Ikki ko'zing bu holda do'zaxga tashlanganingdan ko'ra, birli ko'zing bilan bo'lsa-mu, Xudoning podshohligiga kirganing afzal. Do'zaxda qurt qo'ng'iz o'lmaydi, yolqinliq o't o'chmaydi. Har bir qurbonlik tuzlangandek, hamma odam o'tdan o'tadi. Tuz yaxshi narsadir. Biroq tuz o'z kuchidan qolsa, uni qanday asliga keltirgili bo'ladi. Shuningga o'xshash, sizlarmu tuzdek bo'lib, oranglardagi inoqlikni saqlanglar.